Bugun maydonda eng ko'p tilga olingan ism Lamine Yamal bo'ldi. Barselona 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Lekin 17 yoshli Yamal yana bir bar bosim ostida ham kimligini ko'rsatdi. Real Sociedad Barselona uchrashuvi boshidanoq keskin ruhda boshlandi. Mezbonlar yuqori pressing va tezlik bilan o'yinni o'z nazoratiga olishga urindi. Barselona esa to'p bilan ko'proq o'ynadi, lekin xavfli vaziyatlar yaratish qiyin bo'ldi. O'yinning dastlabki bo'limida aynan Lamine Yamal eng faol futbolchi bo'ldi. U o'ng qanotdan bir necha bor raqib himoyasini yorib o'tdi. 2 nafar futbolchini aldab o'tgan epizodlari stadionni jonlantirdi. Ammo so'nggi uzatma va yakuniy zarbalarda jamoadoshlari aniqlik ko'rsata olmadi. 32-daqiqada esa o'yin burildi. Real Sociedad sardori Mikel Oyarzabal jarima maydonida bo'sh qolib, aniq zarba bilan hisobni ochdi. 1-0. Bu gol Barselona uchun og'ir zarba bo'ldi. Birinchi taym oxirigacha kataloniyaliklar ritmni topa olmadi. Ikkinchi bo'limda Barselona butunlay boshqa yuz bilan qaytdi. Pressing kuchaydi, to'p tezroq aylana boshladi. Lamine Yamal yana markazda edi. U qanotni kengaytirib, himoyani o'ziga tortdi va shu orqali markazda bo'sh zonalar ochildi. 70 daqiqada Marcus Rashford ana shu bosim natijasida imkoniyat topdi va hisobni tenglashtirdi. 1-1. Shu pallada Barselona o'yinni to'liq egallab olayotgandek ko'rindi. Ammo futbol yana o'z shafqatsizligini ko'rsatdi. Atigi 1 daqiqadan so'ng Real Sociedad qarshi hujum uyushtirdi va 71-daqiqada Gonzalo Guedes hal qiluvchi golni urdi. 2-1. O'yinning oxirgi qismida vaziyat yanada murakkablashdi. Carlos Soler qo'pol harakati uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. Yamal oxirigacha harakat qildi, lekin vaqt va kuch yetmadi. Endi bu o'yinga xolis baho berish vaqti. Real Sociedad taktik jihatdan deyarli xatosiz o'ynadi. Ular Yamaldan keladigan xavfni bilardi va ko'pincha unga 2 futbolchi bilan bosim qildi. Shunga qaramay, Yamal bir necha bor vaziyat yaratdi. Bu uning yoshiga nisbatan qanchalik yetuk ekanini ko'rsatadi. Marcus Rashfordning goli individual sifat va tajriba mahsuli bo'ldi. Ammo Barselona muammosi aynan shu yerda. Jamoa ko'pincha individual harakatlarga tayanib qolmoqda. Jamoaviy barqarorlik hali to'liq shakllanmagan. Carlos Solerning qizil kartochkasi esa bu o'yinning eng og'riqli nuqtasi bo'ldi. Eng qiziq jihat shundaki, mag'lubiyat fonida ham Lamine Yamal Barselona uchun eng yorqin figura bo'lib qoldi. U mas'uliyatdan qochmadi, to'p so'radi, tashabbus ko'rsatdi. Bu yulduzlik belgisi. Va endi asosiy savol ochiq qoladi. Agar Barselona o'yinni intizomli yakunlaganida va Yamal atrofida yanada aniqroq tizim bo'lganida, bu mag'lubiyat oldini olish mumkinmidi? Yoki Real Sociedad bugun shunchaki daraja jihatdan ustun edimi?